Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk İşxanasının Xitayning Sharqi Turkistonda qilayotgan jinoiy qilmishlar haqida e'lon qilgan dokladida Xitayning qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirayotganligi o'tirg'i qo'yildi. Bu munosabat bilan Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar birligi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'z ichiga olgan dunyodagi 60 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti birlikda bayonot e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı tekshirish komiteti qurib, Sharqi Turkistondagi kishilik huquq vaziyati ahvolini mustaqil tekshirishga chaqirdi. Bayonot yana Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasi darhol irqiy qirg'inchilik va insoniyatga ziyonkashlik qilishni o'z ichiga olgan qilmishlarning zo'ravonlik xavfini bog'lab chiqishga chaqirdi. Shundaqla Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilmasligi uchun har qaysi davlatlarning zarur tadbirlar qo'llanishi kerakligini ta'kidladi. Bo'libmi Amerika Avam Palatasining bayonotchisi Nancy Pelosining Tayvanga qilgan ziyaratidan keyin Tayvan bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat zo'r darajada kuchaydi. Bu jiddiylik va urush tahdidi ichida Tayvandagi eng boy savdogarlarning biri mikro o'zak ishlab chiqaruvchi Robert Tao kishini hayron qoldiradigan bir planni o'tirg'a qo'ydi. Tao Tayvanni Xitoyning tajovuzidan qo'g'dab qilish uchun Mudofaa ministrligiga 32 million dollar yordam qilib, 3 million 300 ming fuqarolar jangchisi va marganlarni tarbiyalash planini e'lon qildi. Angliya Bosh ministri ishxonasining bildirishicha, Bosh ministr Boris Johnson bilan Turkiya prezidenti Erdo'g'an telefonlashgan bo'lib, ikki taraf kun sari kuchayayotgan Angliya-Turkiya savdo munosabatini qarshi olganligini bildirishgan. Bayonotda rahbarlarning kun sari kuchayayotgan iqtisodiy harakatlantirish kuchini asos qilib, ikki davlat o'rtasida bor bo'lgan erkin savdo kelishimini kuchaytirishni umid qiladiganligi ko'rsatildi. Bayonotda Bosh ministr Johnson Rossiyaning Ukrainadagi ochlikni qamal qilishni oxirlashtirishda Turkiyaning kam uchraydigan dunyo va rahbarlik roli sababli Erdo'g'anni tabrikladi deyildi. Kremlin saraydan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, Rossiya prezidenti Putin va Ozarbayjon prezidenti Aliyev telefonda Janubiy Kavkazning navbatdagi vaziyatini muzokara qilgan. Aliyev 31 avgust Bruselda Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan va Yevropa Ittifoqi kengashining raisi Charles Michel bilan o'tkazgan uchrashish to'g'risida ma'lumot bergan. Yaqinda Xitoy Tayvan jiddiyligi kuchaygandan keyin Amerikaning Tayvanga qurol setishi to'g'risida yangi qadamlar besildi. 5 burchakli bino e'lon qilgan eng yangi qurol-yarog' kelishimiga qaraganda Amerika Tayvanga 1 milliard 100 million dollarlik boshqarilgan bomba sotadi ekan. Bular Tayvan uchun intayin muhim bo'lgan Haripun paraxtiga qarshi boshqarilgan bomba va qisqa musofirlik havodan havoga qarshi boshqarilgan bomba qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Qozog'istonning shimolidagi Kostanay o'lkasidagi o'rmon o't ofati sababidan mingdan ortiq kishining atrofdagi yezlardan tarqoqlashtirayotganligi va o'tning rayondagi neft isklatiga tarqalish xavfi borligi xabar qilindi.